Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga bromgeksin siropi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, bromgeksin siropi farmakoterapevtik guruhiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, balg'am ko'chiruvchi dori vosita hisoblanadi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Demak, bromgeksin siropi do'stlar nafas yo'llarining surunkali va o'tkir yallig'lanishli kasalliklarda, ya'ni infeksiya oqibatida kelib chiqqan holatlarda qo'llaniladi. Bundan tashqari do'stlar, bronxial astmaning infeksion allergik ya'ni shaklida, ya'ni balg'am chiqmayotgan ya'ni holatlarda balg'amni ajratadi va yopishqoqlikni kamaytiradi. Bundan tashqari do'stlar, o'pkaning surfaktan moddasini sintez qilishni rag'batlantiradi. Bilamizki, o'pkada surfaktan degan modda bor. Demak, mana o'pka. Taxminan endi shunday faraz eting, ikkita o'pka mana bronxlar yordamida birikkan. Demak, mana shu o'pkaning morfofunksional birligi do'stlar adsinuslar hisoblanadi. Eng kichik hujayrasi, demak mana shu eng kichik hujayrasida alveollar bor. Demak, mana shu alveollar taxminan mana shunday ko'rinishga ega bo'lsa, ya'ni uzum shingiliga o'xshash. Demak, mana shularning ichida surfaktan degan modda bor. Demak, mana shu surfaktan degan modda o'pkani alveollasini yopishmasligini ta'minlab beradi. Agarda sizda mana shu modda kamayib ketadigan bo'lsa, demak o'pkani ichida, ya'ni mana bu alveollar yopish holatlari vujudga kelib, nafas olishingiz qiyinlashib boradi. Mana shu bromgeksin siropi mana shu surfaktan, ya'ni moddasini sintez qilishini rag'batlantiradi. Tushundingizmi? Bundan tashqari do'stlar, bronxoektaz ya'ni kasalligida mana shu bromgeksin siropi qo'llaniladi. Bilamizki, bronxoektaz kasalligida juda ham ko'p balg'am ajraladi. Kuniga 1-2 litrgacha. Yomon og'ir holat. Qaytmas jarayon, ya'ni kasallik haligacha davosi aniq yo'q. Faqat simptomatik, ya'ni o'sha balg'am ko'chiruvchi, infeksiyaga qarshi va boshqa dorilarni qabul qilib yuradi. Ya'ni bronxoektatik kasallik. Tushundingizmi? Bundan tashqari do'stlar, o'pkaning tuberkulyozli kasalligi va bronxlarning o'sha sekret hosil qilishi buzilgan holatlarda ham mana shu bromgeksin siropi juda ham, ya'ni az qotadi. Tushundingizmi? Bundan tashqari balg'amli yo'tal holatlarida mana shuni ichadigan bo'lsangiz do'stlar, ya'ni balg'amni tezda ajratib, kasalligingizni bronxitmi yoki astmami, boshqa narsami, hammasini tuzatadi va bundan tashqari surunkali pnevmoniyada ham qo'llash mumkin. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, demak ushbu dori vositani albatta o'zingizda kechayotgan nafas olish sistemasi kasalligini aniqlab, ya'ni buni qanday aniqlaysiz? Shifokor ko'rigiga borib aniqlaysiz va aniqlagandan keyin shifokorning ko'rsatmasi va nazorati va uning yozgan retsepti bo'yicha, ya'ni dozalari bo'yicha qabul qilasiz. Demak, ushbu dori vosita, ya'ni ovqat qabulidan, ya'ni qat'iy nazar, ya'ni do'stlar ichga, ya'ni qabul qilinadi. Demak, kattalar va 10 yoshdan, ya'ni oshgan katta, ya'ni bolalarga 2-4 choy qoshiqdan, ya'ni kuniga 3-4 mahal, ya'ni buyuriladi. Ya'ni kasalligini holatiga qarab shifokor belgilaydi. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarda esa yarim choy qoshiq yoki 1 choy qoshiqdan kuniga 2 mahal buyuriladi. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga. Tushundingizmi do'stlar? Bundan tashqari do'stlar, yana qaytarib o'taman, 6 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga 1-2 choy qoshiqdan kuniga 3 marta buyuriladi. Tushundingizmi? Birinchi safar aytganimda kattalar va 10 yoshdan oshgan katta bolalar degandim. Demak do'stlar, ushbu dori vosita demak 24-48 ya'ni soatdan keyin, ba'zida davolash kursi boshlangandan 4-6 sutkadan keyin o'z ta'sirini ko'rsata boshlaydi. Ya'ni balg'am, ya'ni ko'chiradi do'stlar. Tushundingizmi? Endi ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, demak ushbu dori vositani uzoq, ya'ni qo'llaganingizda ko'ngil aynishi, qusish va bundan tashqari terida toshmalar yoki rinitlar, bosh og'rig'i va bosh aylanishi ba'zan kuzatilishi mumkin. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llashga, ya'ni qarshi bo'lgan, ya'ni ko'rsatmalar, qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, bularga me'da ichakning, ya'ni yara kasalligining og'ir formalarida qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari do'stlar, homiladorlikning birinchi 3 oyligida qabul qilish mumkin emas va emzish davrida ham qo'llash mumkin emas. Agarda qo'llashga, ya'ni ko'rsatma bo'lsa, shifokoringiz belgilashi kerak, ya'ni og'ir holatlarda. Demak, bundan tashqari do'stlar, ushbu dori vositaga nisbatan yuqori allergik, ya'ni reaksiya bo'ladigan bo'lsa, qo'llash tavsiya etilmaydi. Tushundingizmi? Do'stlar, endi qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsam, agarda sizda me'da ichaklaringizda yaralarning og'ir formalari bo'ladigan bo'lsa,
qon ketishlar bo'ladigan bo'lsa, qo'llamang. Kasallikning o'sha boshlang'ich va o'rta formalarida shifokor, ya'ni ko'rsatmasi bo'yicha qo'llash mumkin. Tushundingizmi? Oshqozoningizda muammo bo'lsa, ushbu dori vosita sizga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Undan tashqari do'stlar, mana shu bromgeksin, ya'ni siropi yo'tal bo'lganda yosh bolalarga asosan buyuriladi. Demak, ushbu dori vosita balg'amni ko'chirib, balg'amni yopishqoqligini do'stlar kamaytiradi va o'sha sirop do'stlar yosh bolalarga bergan ma'qul. Kattalar esa mana shu bromgeksinni tabletkasi bor. Mana shu tabletkasini qabul qilganlari yaxshi. O'zi do'stlar, dori vositalarini chiqarish shakllari borda. Masalan, tabletka, kapsula, sirop yoki boshqa narsalar, ukol. Mana shu yosh bolalar tabletkani masalan qabul qila olmaydi. Shuning uchun ham mana kichkina yana bolalarga sirop ko'rinishida chiqqan. Shuning uchun ham siropni yosh bolalarga bergan ma'qul. Katta inson ya'ni bo'lsangiz, tabletkasini ichsangiz, bu siz uchun juda ham yaxshi ta'sirga ega bo'ladi. Xudo xohlasa. Demak do'stlar, ushbu dori vositani Germaniyadan chiqqan varianti bor va O'zbekistondan chiqqan varianti bor. Germaniyaniki sal qimmatroq do'stlar. O'zbekistonniki sal endi arzonroq. Germaniyaniki 18-20 ming so'm, O'zbekistondan chiqqaniki 4 ming so'm. Va bundan tashqari Rossiyaning ham bromgeksin dori vositasi bor. U ham ya'ni hamyonbop narxlarda. Demak do'stlar, ushbu dori vosita haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang. Salomat bo'ling. Agarda o'zingizda qandaydir savol tug'iladigan bo'lsa, bemalol bizning kommentariyamizga yozib qoldirishingiz mumkin. Sog' va salomat bo'ling.